ishxonaga yangi qiz kelsa. Yangi qiz shumi? Kim bilan ishga chiqarkin a? Valloh xo'jayin aytdi. Yangi qiz Umid bilan chiqarkan. Vahima qilmalar, endi qiz ekan u. Men do'konlarga tovar tarqatamiz. Men bulardan pul olamiz, tushundingizmi? Baloni ham tushunmasiz yuring. Aka oy oxiriga asatgan yopib yuboramizmi? Kassada 1 tiyin yo'q aka. Yopib yubormasak oylik kam chiqadi, iltimos. Bizdan qarzinglar bor ekan, o'shani to'lab yuboringlar, iltimos. Mana shu do'konda ham qarz bor, lekin pul olish iloji hech kim ola olmagan. Hozir amallaymiz. Ya bu do'kondan pul olmaydi. Mana. Nima hammasiga pul beryapti? Bilmasam. Bu nima keldi o'zi? Menga kredit berishmayapti, senga berishadi. Qancha 20 million berishdimi? 300 million berishdim. Nima xususiyati bor bu yuzni? Ha bu tur britvani sotaylik. Formin britvalari sifatiga gap bo'lish mumkin emas. Narxi ham yonbob. Yevropa standartlariga to'g'ri keladi. Hamma do'konga beryapmiz. Zo'r o'zi ham oling. Aka, britvamiz ko'p shart emas. Aka, britva olasizlar, firmadan edim. Olamiz. Mana vitrina tayyor. Nomeringizni bera olmaysizmi? Hammasini dardi shu. Hozir beramiz-da. Tovar kerak emas, bor. Shu xotinga narsa sotish juda qiyin-da. Ma'malliman. Eshitdingiz, mani bloger 4 ta tug'ibdi bittada. Qaysi? Hozir tovar oling, aytib beraman. O'sha bloger baribir ajrashib ketdi. O'z mamlakatim keyinchi? Siz iluring, men aytib beraman. Mana bu to'rdik domning ilu bor-ku. Qorni bir bor bo'lib qoladi, bir yo'q bo'lib qoladi. Voy sharmanda, keyinchi? Siz mashinani sotib tugating, qolganini men bilib kelaman. Xo'p, kelishdik. Mana ish vaqtimiz ham tugadi. Ertaga vaqtingiz bo'lsa bitta o'rtog'im ham qarzi bor, shuni olib bera olmaysizmi? Olib beraman. Bo'pti, endi xabarlashamiz, xo'p. Kelgan qizni o'rash kerak. Mani xotinim haqida gapirma. Qachondan xotinni yasa olding? Bo'ldi, u bilan chiqaman endi, biznes zo'r bo'pti. Men chiqaman. Video bir-ikki hamkorligida tayyorlandi. Siz bu to'pov janglar hamda matchlar to'g'rilamingizni aniqlab, ular orqali mo'maygina daromad ishlab topishingiz mumkin. Ushbu videoning kommentariyasidagi ссылкаga bosib kiring yoki yangi registratsiya qilayotib UZVANS promo kodini kiritib o'ting va ilk depositingiz uchun $500 gacha bonusga ega bo'ling. Aka, moshina tanlaysizmi, o'g'lingiz tanlaysizmi? Yani shuni o'g'limni tanlayman. Qanday moshina tanlash mumkin bir? Bizlar Haval M6 mashinamiz aka 100 km 6 litr benzin sarflaydi. Bu mashinamiz foydali taraflaridan biri. Siz o'g'lingiz qanaqa foydali tarafi bu? Bizi o'g'il bir kunda 100 litr suv ichadi, 6 marta tualet boradi. Ana shu foydali taraf. Mashinamiz abagrev siznalari bo'lib qishda mazza qilib issiqqinada ketasiz. Bu foydali tarafi. Siz o'g'lingizdan nima foydali tarafi bor? Biz o'g'il foydali tarafi qishda no'g'ot sho'rvan uraylarda uya kirib ko'rpan tekin qizdiradi. Ana shu. Aka, yana bir qulaylik tarafidan biri Haval M6 mashinamizni to'lovini 50% to'laysiz. Qolgan 50%ni 2 yil foizsiz to'lashingiz mumkin. Endi ayting, shunda ham o'g'lingiz tanlaysizmi yo mashina tanlaysizmi? Baribir o'g'lim tanlayman. Chunki aka, men 20 yil buni o'stirdim, yemi yedirdim, ichmi ichirdim. Qandaydir bir buyuma o'g'limni almashamanmi endi? O'zingiz ayting. Buyuma Ada, lekin addushi bor-ku, men bunaqa deb o'ylamagandim. Siz Ismat, dada, zo'r, lekin men xursand bo'ldim. Mujik akaningiz. Bu kecha bilyardmandan pulni o'zim to'lamay, ketamiz, dam olamiz. Buni hangimga. Oylik ishda endi mashinaga pul yig'sam bo'ladi. Menga qatning kiyimi bor ekanmi? Mashinaga pulni keyingi oydan yig'a qolaman. Gap pulini yig'amiz, ber. Bu galgi oyligim ketdi. Yo, maqsad mashina olish. Ol o'rtoq, bir xil bo'lib yuramiz. Ol o'rtoq. Bering. Bekor pul qistiribman-da. To'yanaga ham pul ber, to'yanaga ham. Yo, meni oyligim o'zimga qoladimi, o'zimga? 3 oyda aniq qaytarib beraman, ber, tur. Men kakrasanga beraversam, o'zim ishlatib qo'ymayman. Iloyim, hammaga shunaqa ulug' dugonalar nasib qilsin. Oyi, meni yiqqan pullarim qani? Sarpenga narsalar olib Men pulga mashina olmoqchi edim. Yo, bu yerda pul yig'ib olmaydi. Chetga ketaman.
Endi men Rossiyadaman. Start program orqali. Bu xalqaro loyiha aynan biz 16 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan qizlarga mo'ljallangan. Birinchi kunyo HR mutaxassislar bizani kutib olib, hujjatlar bilan yordam berib, hamma savollarimizga javob berishdi. Bu programma bo'yicha 6 xil yo'nalishda ishlash mumkin ekan. Catering, servis va mehmondo'stlik, ishlab chiqarish operatori, avtotransport haydovchi, montaj ishlari, ta'mirlash va pardozlash ishlari. Men catering yo'nalishini tanladim. Endi men professional oshxona jamoasida ishlayman. Xizmat ko'rsatish, taom tayyorlash, eventlarda qatnashish. Eng yoqqan joyi yashash joyi bo'ldi. Yangi, zamonaviy, yotoqxona toza, oshxonasi jihozlangan, hatto dam olish xonalari bor. Menimcha bu yerda juda ham ko'p do'st orttiraman, chunki start program bo'yicha 40 ta davlatdan kelgan ishtirokchi qizlar bor. Yashash joyi ish joyiga yaqin, transfer bor, xavfsizlik yuqori darajada. Uchib kelish biletingiz va sug'urtangizni ham kompaniya o'zi to'lab beradi, so'ra. Oyman keldim. Oy, как раз seni pulinggachi seningdan to'yini qilamiz deb plan qilganmiz. Chiqar pulni. Men ketdim unda. O, qayerqa ber pul? Yo. Bu yoqqa ket to'xt. Yo. To'xta dedim. Ket to'xta. Ay umurtqam. انت ايه مش كفاية عليك تجرحني حرام Palakat детский понятки mana nima xohlayapsan? Men sevib qoldim sizni. Sevmay o'l. انت ايه